Jangchilar, bir kun bir tashkilotda bir quloq degani kozyol direktorda yoki boshliqni yugurdagi laganbardori shu odamlarni ichiga kirib o'z boshlig'ini yomonlay boshlaydi. Atrofdagilar uni quloqligini bilishadi. U esa atrofidagi insonlar o'sha boshliqni yomonlashini yoki uni gapini ma'qullashini kutib turadi. Hech qanday najot bo'lmagandan keyin, hech kim yomonlamagandan keyin ular ham qo'rqadi-da, borib kazollab qo'ymasin yana deb. Indamay ketadi. Ishi yurishmayveradi. Bu videoni shunday insonlarga tashlang. Voy kazolchalar, quloqchalar, hamilonchalar. O'zingizniki bilan yuring, xo'pmi? O'zingizni oyog'ingiz bilan yuring. O'zingizni narsalaringiz bilan ish qiling. Birovnikini pashalamang. Uniki bilan ish qilmang.